Assalomu alaykum, bizani kuzatib turgan barchaga. Bugun yana bir yangicha ta'mga ega ertak uzum navimizni ko'rsatmoqchiman. Bu navimiz pishganiga ancha bo'lgan edi. Bu ikkita bosh qoldi, mana bu tomonlarda bor edi. Bularni terib yedik. Mana shu ikkita boshni shu vaqtgacha saqladim. Bu shu yilgi payvandadan birinchi bo'lib pishgan uzum. Klubnichniy. Bunda qulupnay mazasi bor. Mana bunday ochiq joyda uncha muskat bermaydi. Soya joyda, agar soya salqinda qilinsa yaxshi muskat beradi. Ana bunday quyoshda bo'lsa umuman bunda muskat ham sezmaysiz. Bu ertagina mana bunday soya salqin joyda muskat beradi. Bu muskat uzumlarni genida bor, soyada yaxshi muskat oladi. Xudo xolasa nima demoqchiman, bu nav shunchaki ajoyib. Uzumni shunday olib yeysiz. Qulupnayning ta'mi bor. Ichida ikkita urug'i bor. Bu ichkarida urug' ko'rmayapti, ikkita urug'i bor. Bu nav kishmish emas. Ta'mi ajoyib. Muskat ta'mini chaynab bo'lganingizdan keyin sezasiz, xudo xolasa. Ertaki buni endi abyomda qilishga maslahat bermayman. Endi uyiga yo bir bog'da bir dona bo'lsa ham tup qilib qo'yilsa odamlarni bir xursand qiladigan nav inshaalloh. Donlari mana shunday, o'zimizning qora kishmishlarning doniday, kattaligi ham, ko'rinishi ham. Endi bu quyoshlik joyda bo'lganligi uchun donlari biroz kichik, soyada muskati ham kuchli bo'ladi, doni ham kattaroq bo'ladi. Barglarining orqalari mana bilishlaringiz uchun mana bunday qilib ko'rsataman. Xuddi shayin muskatnikiday orqasida bunday tukcha bo'ladi. Old tomoni mana bu holatda bo'ladi. Mana klubnichniy. Xudo xolasa buni endi bugun uzamiz. Bu endi oxiri shu bir haftalar oldin bu pishgandida bizada. Inshaalloh kuzatishni davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.